Azam qo'shyapti. Kim u? Hey, bot, och eshigingni. Nima deysan menga? Nimaga o'tgan videoda mani ustomga noter yozib, oddiy panjaralar qo'yib, o'zingnikiga laserlarni qo'yib, pro degansana o'zingcha pro qo'ying. Ey, lanchaq, qoching. Qoching. Ey, urma itimni. O'zing bot bo'lganingdan keyin bot narsa qurganingdan keyin bot deydi. Jim otma jonimga. Ey, urma itimni deyman senga. Kim urgan? Kim seni hayvonni o'ldiradi? Bo'ptimi? Bo'ldi, boshlading endi. Bot obunachilarga salom ber. Hammaga salom bo'ldi, obunachilar va menga o'xshagan egarlar. Bugungi videomizda bizlar mana shu villagerlar bilan mayli bir marta aniqlaylik, musobaqa qilaylik, bab yutqazadi, tan oldiraylik. Gapingni ayt, negervachi. Hammaga salom, menga o'xshagan villagerlar, burni kattalar, bizni dunyoni egallaymiz, mana botlarga o'xshagan. Ey, Jim, jonim kim? Ha, qo'rqyapsan-da, Bo'ldi, Jim. Xullas videoni boshladik. Bo'ldi obunachilar, mana ko'rib turibsizlar, o'zimizni itimizni uychasini qurdik. Endi biz atrofiga bironta tuzoq quramiz. Biz birinchi tuzoqni quramiz. Xullas shunday qilib chiqamiz. Mana. Bo'ldi, mana bizning birinchi tuzog'imiz. Bu oddiyroq tuzoq bo'ldi, lekin keyingilarini zo'roq qilamiz. Bo'ldi, bu ikkinchi tuzoq. O'lishga 3 marta imkon beriladi. Bola, keyin kanalga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar. Night Vision. Villagerda super kuchlardan biri. Mana ikkinchi tuzoqning birinchi qadamlari tayyor. Bola, videoni davom ettiramiz. Bola, mana villager uchun ikkinchi tuzoq tayyor bo'lyapti. Obunachilarni xursand qilib qo'ymaysan. Bola, biz aprelgacha, 2000 ta bo'lishimiz kerak. Shuning uchun sizlarning yordaminglar kerak, addushi. Chunki aprelda nima bo'ladi? Villagerda tug'ilgan kuni, unga sovg'a bo'lsa yaxshi, xursand bo'lardim, lekin obunachilar qo'linglardan keladimi? O'zi xafa bo'lmayapman. Bir sabab odamlar video qo'yadi, 1 soatga 10 ming o'tiradi. Bizlarga bir haftaga arang 1.6 ming yig'di. Bu qanday izdivosiya bo'ldi? Endi boshqa tashini kuchayarli. Endi biz shunday qiziqarli video qo'yamiz. Past bo'ladi, odamlar maktab hayotiga 101 million ko'rilgan. Shunday vagonetdagi o'tirgan bitta NPC bor edi. Premium. Bu videolarni qiziqarli narsalar yo'q. Bir bot narsalarga endi shunaqa narsalarga qo'shishga arziydi. Unda hech narsa bo'lgani yo'q. Shunday bitta platformada maktabga borgan, sen o'sha qadar zo'r ishlab kelibsan, senga javob degan, hayr do'stlar, hayr degan. Shunga qanday 1 million shunday harakat qilib, soatlab vaqtdan voz kechib qurgan narsalarga atga 2000 degan bo'lmaydi. Bo'ldi, endi zo'r chiqmaydi. Endi isbotlab qo'yinglar zo'rligimizda. Endi bola xafa qilyapsan, lekin mayli bo'pti. Bola, shuncha obuna bo'lib qo'yinglar. Villagerni jardan omon qolish uchun sizlarga obuna bo'lishsa tinchgina tavsiya qilib qolardim. Obuna bo'lgandan qarab o'tirma. Agar shu videoda
hech bo'lmasa bir 30 talar yig'ib beringlar. 30 tagina ko'p emas. O'tgan videoda nechtadir dedik shu, lekin o'sha bo'ladi shuning uchun kallamiz jangi qilmayapmiz. Bu bilan bir-birimizdan himoyalashib qilyapmiz. Bunga nimadir ko'proq bo'lsa qani nima qilamiz? Nima qilamiz ko'proq like yig'ilsa? Nima qilamiz? 30 ta like yig'ilsa nima qilamiz deyman? 30 ta like yig'ilsa, shu bo'ldi, короче, bitta narsa qilamiz. Sizlar bizga omad 100 ga bo'ling, shunaqa deb yozasizlar-da. Yangi akkaunt ochasizlarmi yo do'stinglarni taklif qilib, kanalimizga nechtadir obunachi qo'shasizlar-da, shuncha obunachi qo'shdim deb yozasizlar. Keyin konkurs ishtirok etasizlar va yutganga biz bilan video olish imkoni beriladi. Bunday qilaylik. Qara, bunday qilamiz. Короче, keyin sizlar yozganinglardan keyin biz uni tekshiramiz, isbotlar. Agar kim ko'p qo'shgan bo'lsa, o'shani tekinga reklama qilib beramiz. Bir marta. Reklama lekin o'zi narxi ancha qimmat turadi. Ekspert shekilli qimmat narsaga reklama qilyapmiz. O'zidan so'rasanglar, mazkur ancha ko'tarilib ketdi. Bo'lani normal ko'tarilasizlar. Shuning uchun kanalga ikkinchi ochasizlar-da, boshqa aklardan o'tib, ya'ni akkauntlardan-da, короче. Akkauntlardan o'tib kanalimizga obuna bo'lasizlar-da. Oxirgi videomizga like bosasizlar-da. Men shuncha like bosdim, shuncha ana qildim, rek qilib bering deysizlar, tekshiramiz. Kim ko'p obunachi qo'shgan bo'lsa, o'sha tekin reklama sohibiga aylanadi. Telegram bo'ladi. Unaqa qiziq konkurslardan ko'proq bo'ladi. Qatnashish uchun kanalga obuna bo'lib, bildirishni bo'ladi. Qo'ng'iroqchani eng zo'riga qilib qo'yinglar. Obuna bekor qilish, boshqa bildirilmasi degan narsa qilib turmanglar, maza qilasizlar. Keyingi videolarimiz bundan ham zo'r konkurslarga ko'proq bo'ladi. To'g'rimi? Qachchoqcha? Albatta. Bo'ldi, bizani kichkinagina maqsadimiz bor. Juda ham kichkinagina. Bu esa avgustgacha 200 mingta bo'lish. Bu sizlar uchun balki kulgulidir, lekin yozda anchagina vaqtimiz bo'ladi va unda videolar chiqaramiz. Unda konkursning itlaridan bo'ladi. Bunda itlaridan dahshatli. Unda u konkurslar juda ham dahshatli. Sizlar hozirdan bizani kuzatib borishinglar kerak. Mana, уже ikkinchi tuzoq ham tayyor. Vallahi yana bir marta aytaman, ikkita akkauntdan obuna bo'linglar. Yana xohlasanlar, telefonlari kuchli bo'lsa yoki kompyuter bo'lsa, ko'proq akkaunt ochsangiz ko'proq imkoniyat bo'ladi. Ko'proq obunachi qo'shsangiz ko'proq imkoniyat. Axir reklama qimmat narsa. Masalan, hozir odamlar reklama qilishi, masalan, artifakt trendga chiqqan 64 ming. Lekin bari bitta o'zi bu tezroq ko'tarilsa, artefaktdagi qishloqqa bilan urushmoqchiman. Grib cho'qqa bilan urishsa, to'g'ri artefakt bilan urishamiz. Buncha ko'tarilishimiz kerak. Chunki artefakt odamlar pisandga olmaydi. Yozib ko'rganda javob yozmadi. Yo'q, vaqtim yo'q deydi. Shuning uchun ko'tarilsak, agar unga hech bo'lsa yaqin kelsak, o'shanda biz bilan batluq qilishga rozi bo'ladi va shunaqa video kanalda chiqadi. Uni hech bo'lsa shu dekabrlarga tayyor bo'lsa kerak. Tayyor bo'lsa, ko'proq obuna like bo'lsa keyin artefakt agar kommentariyga yozasizlar. Agar yozilmagan bo'lsa, buni bildirib qo'yamiz. Bo'ldi, video ketyapti. Keyin yozasiz, kommentariyaga yozasizlar, men shuncha obuna bo'ldim, shuncha akkauntdan like bosdim, keyin kim ko'p qilgan bo'lsa, o'shani reklama qilib beramiz aytganimdek. Hazillashmayapman. Yana aldab yozmanglar. Shunaqa haterlar bo'ladi, aldab yozadi, shuncha qo'shdim deb. Uni biz обязательно tekshiramiz, bo'ldi. Obunachimiz qancha qo'shilganini bilamiz. Katta burnim va qora qo'llarim bilan tekshiraman. Qora maskularni. Shuning uchun qarishlarga qo'yib ketishni istamasanglar, tinchgina halol o'ynaymiz. Keyin bemalol Vallahi lekin shuna haterlar ko'payib ketaversa, boshqa anav qilmaymiz, demaydi. Kim hater? Yozdimda lekin obunachi qo'shilmagan bo'lsa, demak keyin biz qaytib konkurs qilmaymiz. To'g'rimi? To'g'ri. Shuning uchun tezroq obuna bo'lamiz.
Nima deb o'ylaysan? 3 ta tuzoq yetadimi? Ay, videoni vaqt ko'payib ketmaganmiz ekan. Короче, keyingi tuzoqni qilib bo'lgandan keyin ko'rasizlar bolalar, короче. Bolalar tasavvur qilaveringlar nima tuzoq tayyorlaganimizni. Ko'rib turibdi-ku. Nima? Shundan tasavvur qilsangmi? Qanday qiyinligini tasavvur qilinglar deyish kerak, o'tish qiyinligini. Ko'rib turib, baraka tasavvur qilinglar bo'ladi. Shu. Mayli. Ay, bot. Ana archimak bilan qishloq bor-ku. O'shalarga oson bitta dispenser o'sha davralarni to'ldiradi-ku. O'sha nusxani olib qo'yaveradi. Bizani qiynamasalar yoki ularni volonter deb Короче, biz bedrockda shunday qiyinchiligini bilasiz o'zi. Bunaqa yordamchi narsalar yo'q. Bedrock fizikaga moslangan o'yinda, ya'ni versiyada hech yo'q. Bedrockda sal pal bor. To'g'ri aytsan. Masalan, men qishloqqa keldim, reyd boshlandi. Yoki bedrockda masalan qishloq zombiga aylanib qolgan, javada o'lib qoladi. To'g'rimi? Короче, bedrock fizika yaxshi ishlagan qiyin bo'ladi. Keyin anchadan beri quryapti. Короче, biz ham javaga o'tishimizni xohlasanglar, aytmasanglar. Agar bedrockga qolib qiynalib yashashimizni xohlasangiz, kommentga bedrock deb yozinglar. Bolalar. Masalan, yo'q paytim videolar olyapmiz, shuning uchun. Ulaydi videolar. Mana hozir men mazam yo'q. Shamollab aksirga o'tibman. Aytgancha ro'za tutganlarga o'sha kommentga man ro'za tutdim deb qo'ysa qari bilaylik. Undoshlarimizdan qanchasi ro'zador ekan. Mayli, shunday deb yozinglar. Masalan, men pillajer bo'lib turib ro'za tutganman. Sizlar tutmagan bo'lsangiz haqiqiy uyat bo'ladi. Storimni ustab bir hafta turardim. Umrachilarning ro'za tutmaydi. Bolalar, uyaltirmanglar. Bolalar, bu nimani biladi o'zi? Yalinmasam ro'za tutdim deb yozib qo'yaveringlar, hech narsa bo'lmaydi. Yo'q, unday qilmanglar bolalar. Mayli, haqqoni yozinglar. Xudoni oldiga keyin men anavi bo'lib yotmay, shuncha tinchgina to'g'risini yozaveramiz. Konkursda unutmaymiz. Konkurschani. Vallahi keyingi videoda kim konkursi g'olib bo'lganini aytamiz, reklamaga qilamiz, keyin yangi konkursni ham aytaveramiz, keyin video boshladi. Короче, shu g'olib aniqlanmaguncha shu videoda, agar bu videoda g'olib aniqlanmasa, bu videodan keyin hech kim yozmasa, keyingi videolarda aniqlayveramiz. Mana bolalar, 3-anuyam tayyor. Vallahi men to'siqlarimga bu aylanib o'tib ketmasligi uchun hamma joyga baryer qo'yib chiqdim. Baryer. Bolani mana bu botliqi deyapti. Bolalar qaranglar nima deyapti bu bizani. Shuning shuni obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin konkursga qatnashasizlar, yangi akkauntlar ochib, kim bizani haqiqiy nima deydi, legendligimizni bilib oladi-da bu pillajercha. Короче, sochib taylaymiz yo'qlarni. Bitta gap, nimaga obunachilarni mashinani yomon nima o'tgan videoga kim yutganini yozmaringlar. Qaroqchisinglar, qaroqchi yuttirib yozib qo'yish qiyin va klaviaturaga qanday yozishni o'ylayman. Q A R O Q O S H E qaroqchi. Singlar degani S Bolalar, I L I. mana bolalar. Mana pillajerni kuzatib o'tirishimizga. Короче, endi pillajerni kutamiz. Bolalar, mana botliqi. Faster stolni turibdi. Hammaga salom do'stlar. Mana bu botliqni olib keldim. Isming nima edi? Tegaman tez o't, короче.
Sandiqdagi narsani olasan. Sandiqchada nimachi? Sehrlangan o'lkan olmachi, qilichchi, chopuvchi, kerak emas kamonchi. Olmasang agar kamonda o'lib ketasan. Biz o'lmaymiz. Biz o'ldiramiz. Aqli bilan kiyib. Ketasiz. Sen ustiga yechib qo'ying shu. Shularni bilan. Chespasi keldi. Qoldim, musorkaga aylanib oldim. Ko'rinyapmanmi? Ha, botliqqa kirish. Video boshlandimi? Ha. Do'stlar, meni ko'ryapsizlarmi? Men super sigmaman. Vakting. Mayli, bu bak bu. O'ldirasan, hammasini o'ldirishing kerak. Nima seni otishmayapti? Bu botliqlar. O'lib qoldim. O'lib qoldim. Ha, ana shu otaki. Kim meni uryapti? Olov, yondim. Kuymayapman lekin o'q tegyapti. Kirsangiz so'g'ilgan fayr qo'ynida. Bor. Oddiy olovga ishlaydi-ku. Просто. Yo'qda, snayperskiy, ayperskiy. Vachaqlar yetib qoldi. Yaqinlashtirmayapti. Vacha. O'limi yo'q. Olovni o'chirish kerak. Ko'rmayapti. Bilmadim, ko'ryapsizlarmi obunachilar? Ha, ko'rishyapti. Matti. Yana maktab o'tdim. Salomatlar. Voy, nima bo'lyapti? Kim meni chapar qo'ydi? Otliqqa jonliq, qo'laysizlar. Otliqqa. Turli video kuchab qochib qo'yaman. Demak, mana strategiyamni ishlataman. O'ldirding? Ana o'ldirdim. Endi o'zini ichidagi narsani olishing kerak edi. Bitta narsa bor u yerda. Mana bu yerda. Mana olovdan o'tamiz. Sindirib taylaysan suv. Sen botliqqa qaytib kelma deyapman. Qolib tomonga. Bak qanday so'lka fayni o'chirish kerak. Tomonga tushgani yo'q. Oldik. Rejangni berdi. Bo'ldi, 4-chi o'rnga ketaveraman. Tezroq bo'l. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Men sakrog'ich, yonimda kuchuk yuribdi, kuchuk so'yish. Qani o't tez ikkinchi bosqichga. Macha qilasizlar, kuchugini so'yildi, go'shalaysizlar. Men o'zi kuchuk go'shani yomon ko'raman, yemaganman, lekin Minecraftchi o'rgatyapti. Qani ishing Tez bo'l. Agar bu kuchuk meni kuchugim bo'lsa. Ulashyapti, botlar. Sehrlangan o'tlar meni yoniga tushdim. Arbaletni bloklab qo'ymay bekor qilibman. Bunlar kulayaptimi haliyam? Senga kamon ol deydi. Arbaletni bloqlayapti. Kerak. Nima o'qlab bo'lmayapti? Senga kamon ol devdim. Arbalet bak, sen shunday qilyapsan-a endi. Kamon olmaganiga izdivoch qilibsan-a. Pillajerlar armiya. Qanday qo'yding buni? Men generalman, bu meni armiyam deb. Bosinglar. Nosir Al-Xusraf, assassinlar olg'a, tampliyerlarni o'ldiring. Tampliyer, men tarixchi pillajerman. Tampliyer. Bu noto'g'ri ish edi. Armiya bilan urishish to'g'ri. Sen generalman, bilmaysan. Jo'ralarim uchun yuribdi, salomat. Tampliyerlarni o'ldiringlar, assassinlar. Jo'ram, hammasini qoq buni. Kirish joyim bitta. Dalmayib yog'layverdim. Assassinlar, tampliyerlardan sho'rva qiling. Bitta tampliyer o'ldirdimi? Temirni ham oldim, temirni. Yaramas tampliyerlar, temir bilan yeyapti. Buni короче o'ldirishiga borku 100 soat. Assassinlar. Mening qo'shinim olg'a. Cho'kchalar qancha mashq qildi o'zi 2 yilmi? Valla video ko'ryapsizlarmi? Assassinlar. Chopdi. Bola, короче, Neger Villager nohaqqoniy yo'llari bilan biz ikkamiz yo'llardik. Bola, bu hisoblanmaydi. Nimaga hisoblanmaydi? Nimaga? Chunki sen pillajerlaringni spam qilding. Eng yaxshi general o'z armiyasini doim cho'ntagida olib yuradi. Yo'q, unday bo'lmaydi.
Bo'lar mana ana shunaqa narsalar berdi. Villager bizga. Короче, no Sevgime narsani. endi biza hozir jang qilamiz. To'g'ri, ko'prikmi? Mendan jahli chiqmas qo'limga kelgandi qilyapman. Короче, hozir videoni o'tkazaman. Bo'lar Vallahi boshladi ot o'tishdi. Ot o'tishdi. O'yin qimayap, cho'g'im o'rnidan turib besabga uribsan. qanday o'yin qildim? Qanday o'taman bu yerdanmi? Qanday o'tish kerak bo'lsa shunday o'tasan. Qarasam kuzatolmayman. O'ylab ketib o'tish kerak edi. O'ylab ketib. Nima? O'tmazganman, shak o'tmadim aytsam sana o'ynamayman. Chiqib ketaman men bu yerdan. Nima qilay? Nima mana o'tib bitta tekstingni o'tsam yana o'tib oldi. Qanday qayerga o'tib olish kerak? Eshiging yo'q-ku. Eshik o'zing ko'rmayapsan. Nima Qani eshik? nima shunga yana o'tib olasan? Qanday o'tayqa? Mana bu har doim bu narsalarni O't emas, sonda zo'r shu. Nima yo'lga tushaman? Yo'limda yo'q. mana yuringlar yuringlar. Kemana hammang O'sha yerda topolmaysan. mana o'ldiraman shuni. Mushugim. O'ldimi? Tatomayaptim. Mana bitta. Sen bir marta tatlim ishlatding. Totem ishlatishga haqqim bor. Nimaga? O'zing bergansan. Qamay, hayır bo'ldi. Bollo obunachilar, bugungi videomiz tugadi. Hammalarga xayr. E'tibor bermaysizmi? Yaxshilashib qilibmi? Hayır.